Bugun men juda muhim masalani tushuntirib beraman. 9.1 sonli yangi tartib sabab kim pensiyasiz qolishi mumkin? Kim xavotir olishi kerak? Kim esa bemalol hujjatlarni to'g'rilab olsa bo'ladi. Bu mavzu faqat pensionerlar uchun emas, hozir ishlayotgan, chet elda mehnat qilayotgan, norasmiy ishlagan, fermer xo'jaligida, bozorda, qurilishda, oilaviy biznesda yoki yakka tartibda ishlagan har bir odamga tegishli. Chunki pensiya degani faqat yoshga yetganda beriladigan pul emas. Bu sizning butun mehnat hayotingiz bo'yicha yig'ilgan huquqingizdir. Men bugun vahima tarqatish uchun emas, aksincha, odamlar nimaga tayyor turishi kerakligini oddiy tilda tushuntirish uchun gapiryapman. Lekin agar mehnat staji, sug'urta badallari, ish joyi haqidagi hujjatlar tartibda bo'lmasa, odam pensiya yoshiga yetganda sizda yetarli asos yo'q degan javobni eshitishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki bunday ma'lumotni bilmagan odam ertaga o'z haqqini yo'qotib qo'yishi mumkin. Avval qanday edi? Ko'p yillar davomida odamlar pensiya masalasida asosan mehnat daftarchasiga tayanib kelishdi. Ya'ni ishga kirgan sanasi, ishdan chiqqan sanasi, lavozim va tashkilot muhri bo'lsa, ko'pchilik mening stajim bor deb hisoblagan. Haqiqatan ham ilgari ko'p holatda mehnat daftarchasi asosiy dalil sifatida qaralgan. Ayniqsa eski davrlarda. Elektron baza bo'lmagan paytda odamning ishlaganini tasdiqlovchi eng asosiy hujjat shu daftarcha edi. Lekin hozir tizim o'zgaryapti. Davlat organlari borgan sari qog'ozga emas, elektron ma'lumotlarga, rasmiy to'lovlarga, soliq va ijtimoiy sug'urta bazalariga qarayapti. Ya'ni odam men ishlaganman deyishi yetarli bo'lmay qolmoqda. Savol boshqacha qo'yilyapti. Siz rasmiy ishlaganmisiz? Siz uchun tegishli to'lovlar qilinganmi? Ish beruvchi sizni tizimga kiritganmi? Maoshingiz bo'yicha hisobot topshirilganmi? Mehnat shartnomangiz rasmiylashtirilganmi? 9.7.23 sonli tartib haqida gap ketganda odamlar ko'pincha endi hammadan pensiya olib qo'yilar ekan deb qo'rqib ketadi. Men buni to'g'rilab qo'yaman. Har bir yangi tartib hamma odamni birdan pensiyasiz qoldiradi degani emas. Ammo u hujjatsiz, norasmiy bazada ko'rinmaydigan mehnat davrlarini tan olish masalasini ancha qattiqlashtirishi mumkin. Eng katta xavf shunda, siz haqiqatda ishlagansiz, lekin ish beruvchi sizni rasmiylashtirmagan bo'lsa, yoki hujjatlar yo'qolgan bo'lsa, yoki arxivda ma'lumot topilmasa, pensiya hisoblashda o'sha yillar inobatga olinmasligi mumkin. Masalan, odam 1998 yildan 2008 yilgacha kichik sexda ishlagan. Har kuni ishga borgan, mahsulot ishlab chiqargan, maosh olgan. Lekin mehnat daftarchasiga yozuv kiritilmagan yoki yozuv kiritilgan bo'lsa ham tashkilot keyin yopilib ketgan, arxivga hujjat topshirmagan. Endi odam pensiyaga chiqmoqchi bo'lsa, tizim undan isbot so'raydi. U men ishlaganman deydi, lekin bazada ma'lumot yo'q. Mana shunday vaziyatda odam tiyinsiz qolishi mumkin degan gap paydo bo'ladi. Aslida muammo qonunning nomida emas. Muammo odamning mehnat yo'li rasmiy iz qoldirmaganida. Davlat pensiyani hisoblash uchun hujjat, baza, to'lov staj dalilini ko'rmoqchi bo'ladi. Agar bu dalillar yo'q bo'lsa, pensiya tayinlash qiyinlashadi yoki pensiya miqdori juda past chiqadi. Endi kimlar eng ko'p xavotir olish kerakligini birma-bir tushuntiraman. Birinchi toifa uzoq yillar norasmiy ishlaganlar. Bu bozorda sotuvchi bo'lib ishlagan, qurilishda kunbay ishlagan, uy ustasi, tikuvchi, haydovchi, yuk tashuvchi, oshxona xodimi, mavsumiy ishchi bo'lgan odamlar bo'lishi mumkin. Agar siz yillar davomida pul topgan bo'lsangiz, lekin mehnat shartnomangiz bo'lmagan bo'lsa, soliq yoki ijtimoiy to'lovlar qilinmagan bo'lsa, pensiya hisobida bu yillar muammo tug'diradi. Misol uchun, Hasan aka 25 yil ishlaganman deb o'ylaydi. Uning hisob kitobi bo'yicha 10 yil zavodda, 15 yil qurilishda ishlagan. Lekin zavoddagi 10 yil hujjat bilan tasdiqlanadi. Qurilishdagi 15 yil esa asosan og'zaki kelishuv asosida bo'lgan. Natijada pensiya organi faqat 10 yilni tan olishi mumkin. Hasan aka men oxir 25 yil belimni bukib ishladim deb xafa bo'ladi. Insoniy jihatdan u haq, lekin huquqiy jihatdan dalil bo'lmasa hisobga olish qiyin. Ikkinchi toifa chet elda ishlaganlar. Ko'pchilik Rossiya, Qozog'iston, Turkiya, Janubiy Koreya yoki boshqa davlatlarda yillar davomida ishlaydi. Agar u yerda rasmiy ishlagan, shartnoma tuzgan, sug'urta to'lovlari qilingan bo'lsa, ba'zi holatlarda bu davrlarni tasdiqlash imkoniyati bo'ladi. Lekin odam norasmiy ishlagan bo'lsa, ish beruvchi hujjat bermagan bo'lsa, maosh naqd berilgan bo'lsa, keyin bu yillarni isbotlash juda qiyinlashadi.
Masalan, Mohira Oppa tekstil chet elda enaga bo'lib ishlagan. Har oy oilasiga pul yuborgan, uy qurgan, farzandlarini o'qitgan, lekin u rasmiy shartnoma qilmagan. Pensiya yoshiga yaqinlashganda u men ishladim deb aytadi. Ammo davlat organi uchun savol bitta, bu ish rasmiy tasdiqlanganmi? Agar tasdiq bo'lmasa, u davr pensiya stajiga qo'shilmasligi mumkin. Natijada ayolning umumiy staji kamayadi. Pensiya miqdori pasayadi yoki kerakli minimal staj yetmay qoladi. Uchinchi toifa yakka tartibdagi tadbirkorlar va o'zini o'zi band qilganlar. Bu yerda ham ko'p odam xato qiladi. Men tadbirkorman, demak staj ketadi deb o'ylaydi. Aslida faqat ro'yxatdan o'tishning o'zi yetarli bo'lmasligi mumkin. Muhimi, belgilangan to'lovlar vaqtida qilinganmi? Faoliyat davri bazada aks etganmi? Soliq hisobotlari joyidami? Agar odam bir paytlar patent olgan, keyin to'lov qilmagan, faoliyatini to'xtatgan, hujjatlarni saqlamagan bo'lsa, keyin pensiya hisobida uzilishlar chiqadi. Misol uchun Dilshod aka 2010 yildan 2020 yilgacha taksichilik qilgan. U ba'zi yillari rasmiy ruxsatnoma olgan, ba'zi yillari olmagan. Ba'zi oylar to'lov qilgan, ba'zi oylar umuman qilmagan. Endi u 10 yilning hammasi stajga kiradi deb o'ylaydi. Lekin tekshiruvda faqat rasmiy to'lov qilingan davrlar ko'rinadi. Bu yerda odamning real mehnati bilan huquqiy tan olinadigan mehnati orasida farq paydo bo'ladi. 4-toifa ayollar, ayniqsa tug'ruq ta'tili. Bola parvarishi uyda o'tirgan davrlari bor ayollar. Bu masalada ham nozik jihatlar ko'p. Bola parvarishi davrlari ayrim shartlar bilan stajga qo'shilishi mumkin. Lekin buni ham hujjat bilan tasdiqlash kerak. Tug'ilganlik haqidagi guvohnoma, ish joyidan buyruqlar, ta'tilga chiqqanlik haqidagi ma'lumotlar, mehnat daftarchasidagi yozuvlar muhim bo'ladi. Agar ayol rasmiy ishda bo'lmagan bo'lsa, bola parvarishi davrining qanday hisoblanishi alohida tekshiriladi. Masalan, Nigora opa 6 nafar farzand tarbiyalagan. U hayoti davomida ko'p mehnat qilgan, uy tutgan, chorva boqqan, dehqonchilik qilgan, farzandlarini katta qilgan. Lekin rasmiy ish staji kam. Pensiya masalasida u o'zini haqli deb biladi, chunki u butun umr mehnat qilgan. Ammo pensiya tizimi oilaviy mehnatni va rasmiy mehnat stajini bir xil ko'rmasligi mumkin. Shu sababli ko'p bolali onalar o'zlariga tegishli imtiyozlar, bola parvarishi davrlari mavjud hujjatlarni oldindan aniqlab olishi shart. 5-toifa eski tashkilotlarda ishlagan, lekin tashkiloti tugatilgan odamlar. Bu eng ko'p uchraydigan muammo. Zavod yopilgan, kolxoz tarqalgan, shirkat tugatilgan, firma bankrot bo'lgan, maktab yoki korxona nomi o'zgargan. Odamda mehnat daftarchasi bor, lekin maosh ma'lumotnomasi kerak bo'lganda topilmaydi. Arxida hujjatlar bo'lmasa, pensiya miqdorini hisoblashda muammo chiqadi. Ayniqsa yuqori maosh olgan davrlar tasdiqlanmasa, odam kutgandan ancha kam pensiya olishi mumkin. Bu yerda oddiy misol. Rustam aka 1995-2005 yillarda yaxshi maosh olgan. Keyin 2006-2020 yillarda pastroq maoshli ishda ishlagan. U pensiyaga chiqayotganda eski yuqori maoshli davrlar hisobga olinsa, pensiyasi yaxshiroq chiqadi. Lekin o'sha korxona maosh arxini topshirmagan bo'lsa, ma'lumotnoma yo'q bo'lsa, hisob boshqa asosda qilinadi. Natijada pensiya miqdori kamayadi. Demak, faqat staj emas, maoshni tasdiqlovchi hujjatlar ham muhim. Kimlar unchalik xavotir olmasligi mumkin? Rasmiy ishlayotgan, ish beruvchisi har oy hisobot topshirayotgan, mehnat shartnomasi elektron tizimda turgan, soliq va ijtimoiy to'lovlari ko'rinib turgan odamlar. Masalan, o'qituvchi, shifokor, davlat xizmatchisi, bank xodimi, yirik korxona ishchisi, rasmiy xususiy kompaniya xodimi bo'lsa, odatda ularning ma'lumotlari tizimda bo'ladi. Lekin men baribir umuman tekshirmang demayman. Chunki hatto rasmiy ishda ham buyruq noto'g'ri kiritilishi, ishga kirgan sana xato yozilishi, ishdan bo'shagan sana tushib qolishi mumkin. Endi eng muhim istisnolar va yashirin xatolar haqida gaplashamiz. Birinchi nozik jihat. Mehnat daftarchasidagi yozuv hamma vaqt yetarli bo'lmaydi. Odamlar menda muhr bor bo'ldi deb o'ylaydi. Lekin yozuv o'qilmaydigan bo'lsa, sana noto'g'ri bo'lsa, buyruq raqami yo'q bo'lsa, korxona nomi aniq bo'lmasa, tuzatishlar tasdiqlanmagan bo'lsa, bu yozuv bahsli bo'lib qoladi. Ayniqsa eski daftarchalarda siyoh o'chgan, muhr xira, imzo kimniki ekani noma'lum bo'lishi mumkin. Ikkinchi nozik jihat, staj va pensiya miqdori bir narsa emas. Ba'zi odamlar menda o'tgan yil staj bor, demak qancha pensiya olaman deb o'ylaydi. Lekin pensiya miqdoriga nafaqat staj, balki rasmiy daromad, hisobga olinadigan ish haqi, to'lovlar va qonunchilikdagi formullar ta'sir qiladi.
Agar odam uzoq ishlagan bo'lsa-yu, rasmiy maoshi juda past ko'rsatilgan bo'lsa, pensiya ham kutilganidan past chiqishi mumkin. Uchinchi nozik jihat naqd maosh muammosi. Ko'p joylarda odamga rasmiy ravishda minimal maosh ko'rsatiladi. Qolgan pul konvertda beriladi. Ishlayotgan paytda bu odamga qulay tuyuladi, chunki qo'lga ko'proq pul oladi. Lekin pensiya yoshiga kelganda tizim faqat rasmiy ko'rsatilgan summani ko'radi. Masalan, odam real hayotda oyiga 5 million so'm olgan, lekin hujjatda 2 million so'm ko'rsatilgan. Ertaga pensiya hisobida 5 million emas, 2 million asos bo'lishi mumkin. Bu juda katta farq. To'rtinchi nozik jihat mavsumiy ishlar. Dehqonchilik, paxta, g'alla, qurilish, umumiy ovqatlanish, turizm sohasida ko'p odam mavsumiy ishlaydi. Agar mavsumiy ish rasmiy shartnoma bilan rasmiylashtirilgan bo'lsa, uning davri hisobga olinishi mumkin. Lekin har yili 34 oy ishlagan odam 10 yil davomida men 10 yil ishladim deb hisoblaydi. Huquqiy hisobda esa faqat real rasmiy ishlangan oylar yig'iladi. 10 yil davomida har yili 4 oydan ishlagan bo'lsa, bu jami 4 oy, ya'ni 30 yil 4 oy bo'lishi mumkin. 5-chi nozik jihat qarindoshning biznesida ishlash. Ko'p odam akasining do'konida, turmush o'rtog'ining firmasida, otasining ustaxonasida yillar davomida ishlaydi. Lekin oila-ku deb rasmiy shartnoma qilinmaydi. Keyin pensiya yoshida bu yillar havoda qoladi. Men har doim aytaman. Qarindosh bo'lsa ham ish ishdir. Mehnat shartnomasi, to'lovlar, hujjat bo'lishi kerak. Aks holda siz oilaviy biznesga katta hissa qo'shgan bo'lasiz, lekin pensiya tizimida ko'rinmaysiz. 6-chi nozik jihat arxiv masalasi. Agar korxona tugatilgan bo'lsa, uning hujjatlari davlat arxiviga yoki tegishli idoraga topshirilishi kerak. Lekin amalda hamma tashkilotlar ham buni to'g'ri qilmagan. Shuning uchun odamlar arxivga borib, bizda bunday ma'lumot yo'q degan javob olishadi. Bu javob ham muhim hujjat bo'lishi mumkin. Chunki keyingi bosqichda sud orqali yoki qo'shimcha dalillar bilan stajni isbotlashga urinish kerak bo'ladi. 7-chi nozik jihat guvohlar masalasi. Ba'zi holatlarda odamning ishlagani guvohlar tasdiqlashi mumkin, lekin bu ham har doim avtomatik qabul qilinmaydi. Guvohlar o'sha joyda birga ishlagan bo'lishi, ularning o'z staji hujjatlar bilan tasdiqlangan bo'lishi, ko'rsatmalari aniq bo'lishi kerak. Ha, men uni ko'rganman degan umumiy gap yetarli bo'lmasligi mumkin. Guvoh ko'rsatmasi oxirgi choradek qaraladi. Eng yaxshi dalil baribir rasmiy hujjatdir. 8-chi nozik jihat pensiyaga chiqishga oz qolgan odamlar. Agar sizga pensiyagacha 22 yil qolgan bo'lsa, hujjat yig'ishni oxirgi oyga qoldirmang. Chunki arxiv javobi 25 kun, 30 kun. Ba'zan undan ham ko'proq vaqt oladi. Eski ish joyi topilmasligi mumkin. Sudga murojaat qilishga to'g'ri kelsa, bu bir necha oyga cho'ziladi. Pensiya tayinlash kuni kelganda hujjat yetishmasa, to'lov kechikishi yoki kam miqdorda tayinlanishi mumkin. 9-chi nozik jihat hozir yosh bo'lganlar ham befarq bo'lmasin. 25-35 yoshdagi odamlar pensiya hali uzoq deydi. Lekin aynan bugungi rasmiy ishlaringiz ertangi pensiyangizning asosidir. Agar siz 10 yil norasmiy ishlasangiz, keyin exim yoshga kelib afsuslanasiz. O'sha paytda ish beruvchi yo'q, dalil yo'q, guvohlar tarqalgan. Hujjatlar yo'qolgan bo'ladi. Pensiyani oxirida emas, birinchi ish kundan boshlab o'ylash kerak. Endi nima qilish kerak? Men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam o'z mehnat tarixingizni yozib chiqing. Qaysi yilda qayerda ishlagansiz, ish joyining nomi nima bo'lgan, lavozimingiz, taxminiy maoshingiz, ishga kirgan va chiqqan sanalaringizni alohida daftar yoki faylga yozing. Bu oddiy ko'rinadi. Lekin odam 20-30 yil oldingi ma'lumotni eslay olmay qoladi. Avval xotirani tartibga solish kerak. Ikkinchi qadam mehnat daftarchangizni tekshiring. Har bir yozuvda sana, buyruq raqami, lavozim, korxona nomi, imzo va muhr bormi? Qarang. Agar yozuv xato bo'lsa, hozirning o'zida o'sha tashkilot yoki uning huquqiy vorisi orqali tuzatishga harakat qiling. Agar korxona nomi o'zgargan bo'lsa, nom o'zgarganini tasdiqlovchi ma'lumot ham kerak bo'lishi mumkin. 3-chi qadam elektron ma'lumotlaringizni tekshiring. Mytonko.uz soliq organlari xizmatlari, pensiya jamg'armasi yoki tegishli davlat xizmatlari orqali sizning rasmiy ish davrlaringiz ko'rinadi, bilib oling. Agar siz ishlayotgan bo'lsangiz, ish beruvchidan mehnat shartnomangiz elektron tizimda ro'yxatdan o'tgan-o'tmaganini so'rang. Bu uyat emas, bu sizning haqqingiz. 4-chi qadam eski ish joylaridan ma'lumotnoma oling. Ayniqsa pensiyaga yaqinlashgan bo'lsangiz,
ish staji va ish haqi to'g'risida arxiv ma'lumotnomalari kerak bo'lishi mumkin. Agar korxona ishlayotgan bo'lsa, kadrlar bo'limiga yoki buxgalteriyaga murojaat qiling. Agar korxona yopilgan bo'lsa, tuman yoki viloyat arxiviga, tegishli idoralarga so'rov yuboring. So'rovda to'liq ism, familiyangiz, tug'ilgan yilingiz, ishlagan davringiz, lavozimingiz, korxona nomini aniq yozing. 5-qadam. Chet elda ishlagan bo'lsangiz, hujjatlarni yig'ing. Shartnoma, ish beruvchidan ma'lumotnoma, soliq yoki sug'urta to'lovlari haqidagi ma'lumot, bank orqali olingan maosh izlari, yashash va ishlash ruxsatnomalari. Tarjima qilingan hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Har bir davlat bo'yicha tartib boshqa bo'lishi mumkin. Shuning uchun pensiya organidan yoki yuristdan oldindan maslahat oling. 6-qadam, norasmiy ishlayotgan bo'lsangiz, ho'ziroq rasmiylashtiring. Ish beruvchiga men bilan mehnat shartnomasi tuzing deb aytishdan qo'rqmang. Agar keyin qilamiz desa, bilingki, o'sha keyin sizning pensiyangizdan urib qolishi mumkin. Bugun bir oy norasmiy ishlash arzimasdek tuyuladi, lekin yillar yig'ilib katta bo'shliq hosil qiladi. 7-qadam, yakka tartibdagi tadbirkor yoki o'zini o'zi band qilgan bo'lsangiz, to'lovlaringizni tekshiring. Faoliyatingiz qaysi sanadan qaysi sanagacha rasmiy bo'lgan, to'lovlar qilinganmi, qarzdorlik yo'qmi, bularni aniqlang. Men ro'yxatdan o'tganman degan gapning o'zi yetarli emas. Rasmiy tizimda ko'rinadigan davr muhim. 8-qadam. Hujjat yo'q bo'lsa, yozma javob oling. Masalan, arxiv ma'lumot topilmadi desa, buni og'zaki eshitib qaytmang. Rasmiy yozma javob so'rang. Chunki keyin sudga yoki yuqori tashkilotga murojaat qilishda aynan shu javob kerak bo'ladi. Har bir murojaatni yozma qiling, nusxasini saqlang, kirim raqamini oling. 9-qadam, pensiya bo'limiga oldindan boring. Pensiya yoshiga yetgan kuni emas, kamida 6 oy yoki 1 yil oldin borib maslahat oling. Menda shunday hujjatlar bor, yana nima kerak deb so'rang. Mutaxassis sizga qaysi davrlar tasdiqlangan, qaysi davrlar bahsli ekanini aytishi mumkin. Bu sizga vaqt beradi. 10-qadam, agar sizga rad javobi berilsa, darhol taslim bo'lmang. Rad javobini yozma shaklida oling. Unda nima sababdan rad etilgani ko'rsatilishi kerak. Keyin yuqori turuvchi organlarga shikoyat qilish, qo'shimcha hujjat topshirish yoki sudga murojaat qilish mumkin. Ko'p odamlar og'zaki bo'lmaydi degan gapni eshitib uyiga ketadi. Men buni eng katta xato deb bilaman. Huquqingizni faqat yozma hujjat bilan himoya qila olasiz. Men yana muhim maslahat beraman. Barcha hujjatlaringizni suratga olib, elektron nusxasini saqlang. Mehnat daftarchasi, shartnomalar, buyruqlar, ma'lumotnomalar, arxiv javoblari, soliq to'lovlari, bank hujjatlari. Bularning hammasini telefoningizda, fleshkada yoki elektron pochtangizda saqlang. Qog'oz yo'qolishi, yirtilishi, yonishi, namlanishi mumkin. Elektron nusxa esa hech bo'lmaganda dalil izlashda yordam beradi. Yana bir real hayotiy vaziyatni aytaman. Bir ayol 12 yil xususiy bog'chada ishlagan. Bog'cha egasi har oy maosh bergan, lekin rasmiylashtirmagan. Ayol pensiyaga yaqinlashganda bu 12 yil stajga kirmasligini bilib qolgan. Endi u guvoh izlaydi, eski hamkasblarni topadi. Bog'cha egasidan ma'lumotnoma so'raydi. Lekin agar boshda rasmiy shartnoma tuzilganida bu muammo umuman bo'lmas edi. Demak, bugungi beparvolik ertangi katta yo'qotishdir, sizlar. Erkak kishi 7 yil fermer xo'jaligida ishlagan, har mavsum dalaga chiqqan, texnikada ishlagan, hosil yig'gan. Lekin u ishchi sifatida emas. Yordamchi sifatida norasmiy yurgan. Fermer xo'jaligi keyin boshqa odamga o'tgan. Endi u stajni tasdiqlamoqchi, lekin eski daftarlar yo'q, to'lovlar yo'q. Mana shunday holatlarda odamning haqiqiy mehnati bilan qog'ozdagi haqiqat biriga to'g'ri kelmay qoladi. Kim tiyinsiz qoladi degan savolga men ekspert sifatida shunday javob beraman. O'z mehnatini hujjat bilan tasdiqlay olmaydigan, rasmiy staji yetarli bo'lmagan, ish haqi va to'lovlari bazada ko'rinmaydigan, arxiv ma'lumotlari yo'q odam eng katta xavf ostida. Bu har doim umuman pensiya olmaydi degani emas. Lekin pensiya kechikishi, kamayishi yoki ayrim davrlar hisobga olinmasligi mumkin. Eng og'ir holatda esa odam minimal talablarni ham tasdiqlay olmasa, yoshga doir pensiya o'rniga boshqa turdagi ijtimoiy yordam masalasi ko'rilishi mumkin. Bu esa odatda kutilgan pensiyadan ancha past bo'ladi. Kim xavotir olmasligi mumkin? Rasmiy ishlagan, barcha hujjatlari joyida, ish beruvchisi to'lovlarni o'z vaqtida qilgan, elektron bazalarda ma'lumotlari to'g'ri aks etgan odam. Lekin baribir tekshirish kerak. Chunki xato faqat norasmiy ishda emas, bitta noto'g'ri sana rasmiy tizimda ham bo'lishi mumkin.
bitta tushib qolgan buyruq, bitta yo'qolgan ma'lumotnoma pensiya hisobida farq keltirib chiqaradi. Bugungi mavzuda men eng muhim narsani aytdim. Yangi tartiblar odamni qo'rqitish uchun emas, mehnat tarixini rasmiy dalillar bilan tasdiqlashni talab qilish uchun kuchaymoqda. Agar sizning stajingiz, ish haqi ma'lumotlaringiz, shartnomalaringiz va to'lovlaringiz tartibda bo'lsa, xavotir kamroq. Agar yillar davomida norasmiy ishlagan bo'lsangiz, hozirdan hujjat yig'ishni boshlang. Mening asosiy tavsiyam shuki, pensiya masalasini pensiya yoshiga yetganda emas, bugundan tekshiring. Mehnat daftarchangizni ko'ring, elektron bazani tekshiring, arxiv so'rovlarini yuboring. Ish beruvchingizdan rasmiylashtirishni talab qiling. Sizning pensiyangiz bu sadaqa emas, bu sizning qonuniy haqqingiz. Lekin bu haqni olish uchun uni hujjat bilan isbotlash kerak. Agar sizda ham shunday muammo bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozing. Qayerda ishlagansiz, qaysi hujjat yetishmayapti, pensiya bo'limida sizga nima deyishdi. Men keyingi videolarda eng ko'p uchraydigan savollarga alohida javob beraman. Videoni like bilan qo'llab-quvvatlang, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bitta odam bu ma'lumotni vaqtida bilsa, ertaga o'z pensiyasini saqlab qolishi mumkin.